Yılsırı insan pakarla para. Zaman zaman din buğdanın besti mertlik gururni çakarla para. Zaman zaman din buğdanın besti mertlik gururni çakarla para. Köknün qəhriga boy sozup yaşaş peşanisiga öptülgen belki. Buğdan her tan söygeçke quyaş hayat simvoli deb keldi xalqi. Qaddi qomatli yorulgan buğdan bağlı omadlik yorulgan buğdan mertlik gururni simvoli buğdan. Ata qılğan cünnət tamami sevgi bürküt könlünü rahmetken buğda. Çok qıla ara devran sürmenge altın büşekli ay tevretken bu tevretken bu altın büşekli tevretken buğda. Qaddi qomatli yorulgan buğdan bağlı omadlik yorulgan buğdan altın büşükni tevretken buğdan. Çok kılara devran sürmengi mertlik gururni simvoli buğdan. Altın beşikli ay tevretken buğdan. Şair yosh chechak faslidan boshlab xalqimizga oromi jon she'rlarni baxshanda etgandir. Yillar o'tib mana bugünkidek No'ruz ayyomlarida shoir o'zining qiron davronini kutib oldi. Shunga mushunda qutlug' damlarda o'zini tarbiyalagan xalqimizga tashakkur bildirish uchun chiroyli hikoya deb maktub yozdi. O maktubida bugungi kechiligimizga uning hurmati uchun alohida qadam tashrif qilgan sizlarga barcha ota-ona, sevimlik farzandlarimizga salom yo'lladi. Albatta, ustozim ishqimizmi shoirning hurmatini qilib, shoirga poyandoz solgan aziz xalqimizga ko'p tashakkurimizni bildiramiz. Harmanglar, rahmat. Rahmat sizlarga. Türkmen besi. Normal.